Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNext brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, ro'yxatdan o'tishni mana shu brokerda havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Ro'yxatdan o'tib olasiz. Registr degan tugmaga bosamiz va hozir sizlar bilan birgalikda ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tish jarayonini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana bunday bo'limga o'tamiz. O'tgandan so'ng qarang, birinchi qatorga biz country degan joyga O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz. Bu yerga mana O'zbekiston desangiz kelib chiqadi. Va do'stlar, keyingi qatorga o'zingiz doimiy foydalanadigan email pochtangizda hamda parol yozasiz. Parol yozayotgan paytda qarang, 8 tadan 15 tagacha bo'lgan yozish kerak bo'ladi. Bu yerda katta harf, mayda harf hamda turli xil belgilarni qo'ygan holatda continue degan tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda bizda bu yerda so'rayapti, demo akkaunt ochamiz yoki realmi deyapti. Biz bu yerda mana real akkaunt tanlab qoldirasizlar. Va do'stlar, hozir biz endi keyingi bo'limga o'tib olamiz. Endi hozir sizlar bilan mana shu brokerdan verifikatsiyadan o'tish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana verifikatsiyadan o'tishimiz uchun complete profil degan tugmani bosamiz va hozir sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan o'tish jarayonini ko'rsatib o'taman. Bu yerda do'stlar, birinchi navbatda biz o'zimiz email pochtamizni tasdiqlab olamiz. Keyingi navbatda telefon raqamini tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamini tasdiqlagan payt do'stlar, Telegram ochilgan telefon nomeringizni yozing. Ya'ni Telegramga SMS kod boradi. Telegram orqali tasdiqlab olsangiz bo'ladi. Keyin 3-qatorga esa bu yerda biz o'zimizda shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda kiritib olamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda ma'lumotlarimizni tasdiqlab olamiz. Do'stlar, endi mana qarang, oxirgi bo'limda biz misol uchun bu yerga birinchi qatorga ismimizni hamda familiyamizni hamda tug'ilgan oy sanani hamda bu yerda biz o'zimiz davlat, ya'ni O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz hamda bu yerda jinsingizni tanlab qoldirasiz va o'zingizni misol uchun viloyatingizni va shaharni yozib qoldirib, continue degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi bosqichda bizga turli xil savollar beriladi. Bu yerda misol uchun investment deb tanlab qoldirasizlar va bu yerdan bizni kasbimizni so'rayapti. Bu yerda student deb tanlab qoldirasiz. Agar siz student bo'lmasangiz ham student deb qo'yasiz. Endi bu yerda misol uchun turli xil mana education deb qo'yasiz. Savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, bu yerda ham savollar berilyapti. Bunga ham misol uchun birontasini mana biznesmen tanlab qoldiramiz. Va do'stlar, biz bu yerda bizni balansimizni so'rayapti. Balansingizni 100 mingdan 250 ming dollargacha yoki 50 mingdan 100 ming dollargacha qo'yasiz. Sizdan mana shu balans bo'lmasa ham shu balansni qo'ying. Misol uchun mana 100 mingdan 250 minggacha, bunda mana 50 mingdan 100 minggacha qo'yasiz va 50% ni qo'yamiz bu yerga. Va do'stlar, bizda oxirgi 3 yilda qancha misol uchun savdo qilganmiz deyapti, ya'ni real akkauntda deyapti. Bu yerda 100 tadan ko'p deb tanlab qoldirasiz agar siz savdo qilmagan bo'lsangiz ham. Va bu yerda misol uchun haftada qancha vaqtingizni ajratasiz deb so'rayapti. 4-12 soat qo'yasiz. Va bu yerda siz savdo qilganmiz deyapti, ya'ni yes da qo'yamiz hamda bu yerda 1000 evroni tanlab qoldiramiz va birinchisini tanlab qoldirgan holatda qo'yamiz. Endi bu yerda mana forex ni qo'yasizlar va continue degan tugmani bosib olasiz. Endi oxirgi savol, XNext brokerni qayerdan eshitdingiz deyapti. YouTube deb tanlab qoldirasiz va continue degan tugmani bosib, endi keyingi bosqichga o'tib olamiz. Endi qarang, mana 3 ta nuqtani, ya'ni galchkani qo'yib olamiz. Qo'yib olgandan so'ng mana submit degan tugmani bosib tasdiqlab olamiz. Do'stlar, mana biz verifikatsiyaning bir qismidan o'tib bo'ldik. Endi to'liq verifikatsiyadan o'tish uchun mana verifikatsiya identifikatsiya now degan tugma bor. Mana bu pastdagi tugma, shu tugmani ustiga bir marta bosib, hozir o'zimizda biz shaxsiy ma'lumotlarimiz, ya'ni pasportimizda rasmga tushirilgan holatini hamda yashash joyi ma'lumotini yuborib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana dokument yuklash degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda endi keyingi bosqichga olib o'tadi. Hozir sizlarga mana shuni ham batafsil ko'rsataman. Mana bu yerda mana kapchani qo'yasiz. Ya'ni galchkani va submit document degan tugmani bosib, bu yerda pasportingiz bo'lsa, pasport bo'lmasa ID karta tanlab qoldirasiz. Endi qarang, mana pasportni mana shunday qismini, to'g'ri tushirilgan rasmini, tiniq rasmini mana bu yerga yuklashingiz kerak bo'ladi. Yuklab olasizlar. Yuklab olasizlar mana bu yerga. Ustiga bir marta bosamiz, bizni mana avtomatik galeriyaga olib o'tadi. Tanlab qoldirib, hozir yuklab olamiz. Do'stlar, men ma'lumotlarimni kiritib bo'ldim. Endi bu uzog'i bizga 5-10 minut ichida email pochtamizga xabar bo'lib keladi. Endi qarang, sizlarga ungacha misol uchun hisobimizda qanday qilib MetaTrader 5 ga qo'shishni ko'rsataman. MetaTrader 5 ga qo'shish uchun do'stlar, biz mana asosiy My account sizga o'tib olamiz. O'tganimizdan so'ng do'stlar, hozir bu yerdan biz mana bu 3 ta nuqtani bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang, bu yerda account information degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Qarang, bu yerda mana bizga server nomi berilgan. Bu server nomi mana shu broker topish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni MetaTrader 5 ga qo'shish uchun mana server nomini nusxalab olamiz. Hamda login ham kerak bo'ladi. Loginni ham nusxalab olasizlar. Endi hozir sizlar bilan birgalikda
MetaTrader 5 ga kirib, hisobimizda qanday qilib MetaTrader'ga qo'shishni ko'rsataman. Do'stlar, mana kirib oldik. Kirib olgan paytimiz mana broker qidirish joyi bor. Mana asosiy bo'limdan biz hozir mana server nomini kiritamiz. Mana server nomini nusxalab olgandim. Mana chiqarib berdi. Ustiga bir marta bosamiz. Endi bosganimizdan so'ng do'stlar qarang. Mana bu yerga login kiritamiz. Login ham bizga berilgan. Do'stlar, loginni ham kiritib bo'ldim. Endi mana bu ya'ni password degan joyga, ya'ni parol degan joyga bizlar do'stlar ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi parolingizni qo'yasiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tayotgan paytda misol uchun qanday parol qo'ygan bo'lsangiz, shu parolni qo'yib, login degan tugmani bosib, hisobingizga qo'shib olasizlar. Do'stlar, mana hisobimda ham qo'shib oldim. Mana MetaTrader 5 ga qo'shildi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda hisoblaringizni bemalol qo'shib olib, keyin pul kiritib savdo qilib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana yana biz mana shu brokerga qaytib oldik. Qaytib olganimizdan so'ng do'stlar qarang, bu joydan misol uchun biz mana pul kiritib hamda pul yechib olsak bo'ladi. Pul kiritishga mana depozit degan tugmani ustiga bir marta bosib pul kiritib olsangiz bo'ladi. Keyin qarang, Vinzira knopkasini bosib, hozir yashash joyi haqidagi ma'lumotni ham qanday yuklanishini sizlarga qisqacha aytib o'taman. Do'stlar, mana biz hozir kirib oldik. Hozirda qarang, misol uchun Binance Pay'ga pul yechsak bo'ladi, hamda WebMoneyga pul yechsa bo'ladi. Hamda qarang, mana bu yerda mana kriptovalyutalarga pul yechish yopiq. Bu sababi nima uchun yopiq? Sababi mana bu yerda Complete Profile degan tugma bor. Complete Profile degan tugmani ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan so'ng bizdan misol uchun yashash joyi haqidagi ma'lumot so'raydi. Yashash joyi haqidagi ma'lumotni sizlar my.go saytiga kirasiz. Kirgan payti my.go saytiga kirganingizdan so'ng ma'lumotnomalar bo'limiga kirasiz. Ma'lumotnomalar bo'limidan eng pastki joydan doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumot bor. Shu ma'lumotni sizlar yuklab qo'yasizlar. Ya'ni doimiy yashash ma'lumotingizni screenshot qilingan holatini yuklaysizlar. Do'stlar, xuddi shunaqa qilib yuklaysiz. Yuklaganingizdan so'ng bu tekshirib oladigan uzoqi 5-10 minut ichida mana bular ham ochiladi. Keyin bemalol pul yechib, pul kiritib olsak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda savdo qilib borasizlar. Hammaga omad. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Barchaga omad. Videoga like hamda kommentariya kutaman.